Zontiklarni ochilishini ko'raman deganlarga mana erinmay tomosha qilinglar. Masjidun Nabaviyda aynan bunaqa zontikdan 250 ta bor ekan. Ochilishini qarang. Buni o'ylab topgan, yasagan injenerlarga ham rahmat lekin. Buni kvadrat hisoblasa 40 metrga 40 metr deb shunaqa deyishdi. Men o'zim shaxsan o'lchab ko'rmadim, lekin kvadrat qancha desam 40 metrga 40 metr deb aytishdi. Katta narsa bo'lgani uchun sekin ochiladi, birdan ochilmaydi. Yonidagi sheriklari menimcha ochilib bo'ldi. Bunisi dangasaroq ekan, o'shaning uchun eng oxirida bo'ldi. Taxminan 2 minut vaqt kerak bo'lar ekan ochilishiga.